BYD sotuvi hajmi bo'yicha Tesla'dan o'zib ketdi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. BYD va Tesla Mini elektromobiliga qiziquvchi do'stlarimiz bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lib, videomizni ostida like bosib qo'yasizlar. Eng oxirgi ma'lumotlar, statistikalar kuzatib borishingiz mumkin. BYD sotuvlar hajmi bo'yicha Tesla'dan ham o'zib ketyaptimi? 2025-yilda Xitoyda giganta 225 millionta +25% elektromobil sotishga erishgan. Bir paytning o'ziga Elon Muskning o'zi kompaniyasida 164 millionta -9% elektrokar sota oldi. Natijada BYD birinchi marta bo'lgan ham juda katta farq bilan Tesla'ni ortda qoldirib ketdi. Sahifamizga obuna bo'lib, elektromobil do'stlarimiz, Mini do'stlarimiz, mashinasi bor do'stlarimiz bo'lsa, podelиться qilib yetkazib qo'yam shu videoda. Albatta like bosib qo'ysangiz, keyingi videolar o'tkazmasdan udoblikni borib turadi. O'tkazmasdan ma'lumotlarga ega bo'lib kuzatib borishingiz mumkin.